Arzu mumkin emas degan po'lat istehkomnimi buzib o'tib ketalaydi. Agar biz turmushga qadam qo'yganda kelgusiga nisbatan pishqon ko'z qarshimiz bo'lmasa, kesib ayta olamanki, baxtga erisholmaymiz. Mening konu birodarim John W. Galbraithning Ohio shtatining Colombo degan joyda 4400 ingliz mo keladigan Debbie Dan degan bir begi bor. Men doim u yerga berib tunayman. John shahar rayonidagi markaziy ko'cha bilan daryo bo'yidagi rayonni o'zgartib qurib, dunyo bo'yicha keng ko'lamdagi shaharlik hukumat muassasalarini qurishdagi peshvo bo'lib qolgan. Bo'libmi Hong Kongning Meihua rayonidagi qurilishi texmi mashhur. U Pittsburgh dengiz qaroqchilari top atritining xo'jayini. U Ohio shtatidagi Stalin rayonining sirtidagi 20 ingliz mo yeri bor bir namrat dehqon oilasida dunyoga kelgan. U xuddi ilgirki Amerika o'smirlariga o'xshash maktabga piyoda berib kelib o'qigan. U kishilarga to'liq samimiy, bo'libmi muvaffaqiyat qozonib shuhrat topgandan keyin yanada shundoq kamtar va kang qursoq bo'lgan. U ana shundoq kamtar fazilati va sagakligi bilan tegishli ijtimoiy o'ringa erishgan. O'z vaqtidagi yezliq bu namrat o'smir bugungi kunga kelgan chaqda har qaysi davlatdagi prezidentlarning va ayol podshoh Elizabetning do'sti bo'lib qolgan. Dabidan dehqonchilik maydonidagi xususiy aerodromidan ko'tarilgan aeroplan uni ilib uning dadisi qon ter to'kib ishlab, bir oilaning turmushini qamdagan yerlardan. U o'sib yetilish jarayonida tosh yetqizilgan 20 ingliz mo keladigan dehqonchilik etizining ustidan uchib o'tdi. Mo'jiza xarakterlik bu muvaffaqiyatlarni u qandoq amalga keltirdi? Ba'zilar John W. Galbraithdan muvaffaqiyat qozonishdagi eng muhim sabab nima deb so'raganda, u javob berib: "Asosligi muvaffaqiyat qozonaman degan kuchlik arzu. Undan qolsa kamtar va samimiy xarakter. Boshqalarni yaxshi ko'rish istagi turtki bo'lgan" dedi. Bugun kishilar uningga bas-basda hurmat bildirmoqda. Kishilar uning puli bo'lganligi uchun uningga hurmat bildirmaydi, balki u qadrlashga arziydigan kamtar fazilati va odatdagi iqtidori bo'lganligi uchun hurmatga sazovardir. Umu kitobimizda tunishtirib o'tgan yoki tunishtirilmoqchi bo'lgan nurg'un muvaffaqiyat qozonuvchilarga o'xshash aktiv pozitsiyaga, aktiv tasavvur qilish iqtidoriga ega shaxslardan hisoblanadi.